Biz dünyada müstemlik milletlerinin aslından çıkan nurgulgan kahramanlarını gördük. Ularning hammasi o'zining xalqininki tüpki yaşaş şaraitini, tüpki menfaatini şu özünü terbiyeleyen ve özünün beşini siylagan qo'shtirnoqchida şu mustamlikchilarninki yo'li bilan qilishdan bosh tortganlar bor. Masalan, Cevher Dodayev Sovet İttifaqının tərbiyəsini alğan, Sovet İttifaqının g'amxo'rligida maktabni bitirib, havo armiyasi yuqori darajalik harbiy unvonlarda bo'lgan. Ammo u oxirida kelib, g'oyat zo'r bir chechen millatchiligininki turkisida ayni vaqtdagi mustaqilchilikninki dastlabki boshlamchilaridan bo'lib qolgan. Indira Gandhi deyli, Gandhimi nimada o'qigan? Angliyada o'qigan. Oxford o'qiydi, ama Cambridge'mi Oxford o'qiydi. Anadan keyin qaytib kelib bir nimani qurib chiqadi bu. Shu zo'ravonsizlik qarshiligi deb ayni vaqtdagi Angliyaninki mustamlikasi qarshi chiqib, Hindistonninki mustaqil bo'lishini barliqqa keltirdi. Mandela irqiy qirg'inchilik va irqiy ayrimchilikqa qarshi chiqib, butun 30 necha yil turmada etib, bo'shashmay, o'zining umididan hech voz kechmay, eng oxirisi Janubiy Afrikaninki oqlarninki hukmronligidan qutulib, hozirgi ahvolga kelishiga yo'l ochdi. Bularning hammasining o'rtaqligi Ilhom To'xtaning o'rtaqligi bor. Hammasi mustamlikka cho'ng bo'lgan. Mustamlikning g'amxo'rligini ko'rgan. Ammo Ilhom To'xtaga o'xshamaydigan yeri ular mustamlikchilar bo'ladi ekan, har qanday va'daninki ularninki oxirgi o'limini barliq keltirganligiga ko'z yetgan bularninki. Har qanday va'daga ishonsa, ularninki eng oxirisida bu va'dani faqatla ularninki asosda vayron qilish uchun berilganligini. Hargizmi ularninki tüpki hayotlik sharoitininki yaxshilash uchun berilmaydiganligini bu allabir ko'rib yetganlar bular. Shuni ular oxirida ya o'lim ya ko'rim bo'lib o'tirib chiqqanlar. Ilhom To'xtam shunday qila oladi. Lekin unda qilmadi. Fursat bormi desa bor dedi. Men Xitoyni shuni qilmagan bilan Xitoyni sirtga chiqargan Ilhom To'xtam. Endi deymiz, oilasini o'ylaganda uni deydi, bizning oilamiz bor. Sizning oilangiz bor. Agar oilani o'ylash to'g'ri kelib qolsa, u qadar zo'r bir narsani o'ylaydigan odam, uni oila ishlariga men kirmay, zo'r bir narsa o'ylaydigan odam aldi bilan davlatning manfaatidan ustun bo'lish kerakda. Mana oxirgi qanday bo'ldi? Va'da bergan shu Xitoy Ilhom To'xtani hech zamon sen bizningki qonunimizning ichida turib o'zingning haq-huquqlarini yaxshilashni uchun izlangandan, sen bo'lguncha emasding demadi. Oxirida davlatni pochlash jinoyati qildi. Ammo davlatni pochlash jinoyati uningki uzilkisi mustaqillikni bildirmaydi. Xitoy uchun Ilhom To'xtadan iborat bunday bir ichki o'qituvchini bostirish va uningga batlam chaplashdagi eng yaxshi bir usul davlatni pochlash jinoyati. Xitoy nima uchun bunday qiladi? Bunday qilishda boshqa davlatninki bu ishga aralashishining oldini olib bo'ladi. Xitoy buni xuddi qonun bo'yicha qilgandek bir xil padazab o'tirib chiqadi. Agar Ilhom To'xta chet elda turib, masalan, haqiqiy Uyg'urlarning mustaqillikdan boshqa bir yo'li yo'q deb jakalab, agar chet elda tutilib, kirib ketib davlatni pochlash jinoyati bo'ldi desa, bu vaqtda Xitoyninki bu badnomi iziga tushgan bo'ladi. Masalan, meni agar Xitoyninki bushkunlar tutilib, ekitib, meni davlatni pochlash jinoyati bilan nim qilib, otamni qilamdi, u vaqtda men uni tushunaman. Chunki men pochlamayman demedim, emniyet o'zimninki ziminimni o'zimning bo'lish kerak deb talab qilganman. Buni Xitoyning nazarida bu davlatni pochlash bo'ladi. U boshqa gap bo'ladi bu. Shon gapimni yig'sam, Ilhom To'xtani bir o'qituvchi, kishilik huquq faoliyatchisi deb qarashga bo'ladi. 10 yillikni qilamda nima qilishga bo'ladi. Ammo uni haqiqiy mustaqilchi deb Mandelaga yoki Gandhiga tanglashtirishga bo'lmaydi. Mohiyatlik farq bor bu yerda. Agar Uyg'urning Mandelasi kim edi topolmasang men deb beray. Uyg'urning Mandelasi Abdulaziz Mahsum. Abdulaziz Mahsumning tarixini o'qib qo'yinglar. U mustaqillik degan odam Abdulaziz Mahsum. U Xitoyning avtonomiyasi turib avtonomiyasi umid kutgan odam emas.
bizdeki iş şu ölçem bu bizde. Ölçemni xuddi mayliqi Lutfullah bilan Abduxoliq Uyg'urni selishtirib topolmay qolsinki haqiqiy Uyg'urning sharik topolmagandek bir ish bo'lyapti hozir. Bu o'xshash gap o'sha. Ölçem mujmal chunki. Ölçem nima degan vaqtda bu millatning manfaati uchun hammadan voz kechib birini yo'llamanga degan odam bu millatningki mustaqilliginingki bu davlatningki mustaqil otisi bo'ladi. Agar bu ot kim o desa shu Abduz Mahsum bo'ldi desa Xitoyningki mustamlika asli. Shu Abduz Mahsum bilan İlham To'xtini silish to'g'lim bo'lmaydi. Doğru. Nayt tefsili tushuntirib bersangiz, bu yerda bir Sözüm tugadi. Bu yerda bir siyosiy sezgirlik bo'lish kerak. Bu yerda bir o'yan borligini tushunish kerak. Agar İlham To'xtini beshimiz qilib ko'tarib, İlham To'xtini yo'lda mangamiz desak, demak biz Xitoyningki shu ishg'oliyatini, shuning siyosatini qabul qilgan bo'lamiz. Bu yerdagi o'lchamni nayt aniq bilishimiz kerak. Undan keyin bu Uyg'ur biz degan to'rbitiningmi bizning burun to'rlari dedik, bizning programmada dedik. Bir cho'ng o'yanning ichidagi bir to'rbiti vatanning ichiga ichilishi bilan davlat sirtiga Xitoyningki sirt qo'yib bergan butun o'xshamaydi. Sirtda qo'yib berganda butunlay bu erkinlik, bu demokratiya davlatning yo'q bir erkinlik bor. Xitoy uni o'zimizning bizningki bizga ichib bermaydi-ki. Uni ichib bersa Xitoyda uni kutgan olmaydi. Yana bir cho'ng o'yan bor. Shunga İlham To'xtini ishga kelganda haddan ziyod hayajonlanib ketib qoldim, qizitib olsak, ziyon tortamiz. Rahmat. Ben bu yerde bir narsani qistirib qo'yay. Aqlning qo'mondonligi bo'lmagandimi? Bu arzu hareketlerimizde ifadesini topgan bo'ladi dedik. Nima degan gap bu? Qarindoshlar. İnsanın ansızlığı sınıp ketken bolsa bir narsa. Aql uxlab qolgan chaqdimi? Jo'ylab otgan vaqtidami? Aşı narsa chiqadi. Bunu biz merhum Abduz Mahsum'un geçmişinden bilemeyiz. Bilisizler Abduz Mahsum, Abdülkadir Damoğlu'nun oğlu. 43 yıl Xitayning turmusida yotgan, turmida yetish bo'yicha chempion bir adam. 43 yıl. Xitay hükümetleri her xil o'xshamagan Xitay hükümetlerinde cemmi 43 yıl turmida yotgan adam. Ahir hesapta bu meşhur kişi aqldan azdı. Saranglab kaldı qarindoshlar. Vatanning, millatning savdosidan saranglab kaldı. Hatta o saranglab kalgan chaqdadimi? Başkalar saranglab kalsa, palapat ko'chada boshqa bir ishni qiladi-ku. Bu adam saranglab kalgan chaqdadimi? Yana shu vatanparvarligini, yana shu Xitoyga bo'lgan o'chmanlikini ifodaladi. Qada qildi? Nenzigo deganning tepidagi temir yo'lga chiqib, kelayotgan poyezdga qarshi oldi turib, qo'lini ko'tarib, "To'xta!" deb poyezdning tagida qilib vafot qildi. Aqldan ozgan turib, poyezdni to'xta degan o'chmanlik angsizlikdan chiqyotdi. Uning qon qiniga, angsizligiga, butun mallakiga, tomirlarga o'rnab ketgan bir iroda bu. Shunga u aqlning qo'mondonligi bo'lmagandimi? Chunki o adam aqlni kaybetgan bir adam, aqlni yo'qotgan. Shu holdami poyezdni to'xta deb poyezdning tagida qilib o'ldi. Mana bu misolda biz bir ideyaning, bir orzuning, bir g'oyaning angsizlikqa o'rnab ketgan chaqda qanday ifodasi bo'lganligini bu misoldan bila olamiz.